O, assalomu alaykum aziz do'stlar. Yengiligi biri. Yengiligi biri sal nariroqqa olib turgan polvon mana olib turgan. Yengiligi birimi? Assalomu alaykum akalar. Sizlar uchun yengiligi bir mana Ika kompaniyasi tomonidan sizlar uchun uy sharoitida oila a'zolaringiz bilan va bolalaringiz bilan bemalol vitaminga boyitilgan mevalarimizni iste'mol qiluvchi va yordam beruvchi mahsulotimiz hisoblanadi. Shunga shunchami? Shunga shunchami? Sabr qilsang, eshitasan va ko'rasan. Mana akalar bo'lsa sizlar uchun bo'lsin. Bu imtiyozdan foydalangan bizning xalqimizga xudo xolasa kelinlar uchun uy sharoitida sizga yordamchi bo'luvchi Sonifer kompaniyasidan keramikali antiperikarniy dazmolimiz. Bu hali hammasi emas, kelib qolmaysiz. Ikkinchi sovg'amiz ham bor sizlar uchun. Sizlarni xursand qiladigan darajadagi milliyligimizni saqlab qolib, oshxonamizda birdan shirindan shakar bir taomlar qilib beruvchi va yordamchi bo'luvchi pichoq nabori uy sharoitida qo'llanish uchun. Bu hali hammasi emas, hali tugamadi. Mana sizlar uchun yangilikki zo'ri mana 3-sovg'amiz bo'ladi. Sizni masshtabiga yoki kattaligiga, kichikligiga e'tibor bermang, mahsulotning sifatiga e'tibor bering. Mana shu sifatlar siz uchun va sizning xonadoningiz uchun.